Siz bilan Planeta Zich. Testimiz markazida oddiy avtomobil emas, Li 6 elektromobili ko'rinmaydigan tomonini tekshiramiz. Li 6 elektromobili ichidagi magnit maydon darajasi qancha? Keling buni qo'limdagi apparat orqali tekshirib chiqamiz. Elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 4 milligauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichi 12 milligaussgacha ko'tarildi. Markaziy konsolimizdagi ko'rsatkich 2 milligaussgacha ko'tarildi. Monitorimizdagi ko'rsatkich 1 milligauss. Haydovchi yon o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 1,4 milligauss. Orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 2,5 milligaussgacha ko'tarildi. Li 6 elektromobilimiz ichidagi eng yuqori ko'rsatkich haydovchi oyoq ostida chiqdi. 12 milligauss. Ushbu ko'rsatkich mutlaqo xavfsiz. Qolgan elektromobillarga nisbatan solishtirganimizda balandroq ko'rsatkich. Ko'rsatkichimiz pastroq bo'lsa, siz uchun shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziq bo'lsa, ekraningizdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Biz uni ham tekshirib beramiz. Videolarimizni ko'pchilik odamlar kuzatish uchun kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Keyingi real testlarimiz qaysi elektromobilda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.